Faqat o'zim bilan birga bo'lsangiz. Ana balda bitta kichkina shogirdimsiz, sal kattarog'i, har kuni duo qilaman sizlarga. Sizga bir narsa aytaman bo'lmas ekan. Nimaga? Duoga odam qo'liga qarab, ikkovi qo'lni ko'tarib, ovozni chiqarib duo qilish kerak-da. Nima qilibman? Siz qo'lingizni ko'tarasiz, lo'ngiz qimillaydi-yu, ovozingiz chiqmaydi. O'tirganlar, Bahodirjon, xijolat olmang, qabul qilavering. Odamning yoshi 80 dan o'tgandan keyin ichida qilaydigan bo'lib qolar ekan. Bahodir aka, biz Mag'ilonga mehmonmiz. Mag'ilonda o'g'li deymiz, lekin bugun mehmonmiz. Usta duo qila olmaydilar. Nimaga? Mezbondan bo'ladi. Hozir ustadan duo qilingda, mashaqqatib tushib ketadi. Mag'ilonda kattalari qilsin. Qo'limni ochganimni ko'rdingmi? Ko'rdim. Lo'm pichilladimi? Ha, pichilladi. Ha, ustoz qilyaptilar deb urmaysanmi o'zi? Ha, endi men. Ey Bahodir aka. Sotda sizdan qachon pishasiz? Ana. Xabarligi yoshdalar 82 kirdilar. Qo'llarini ko'tardimi? Ko'tardi. Lavlari qimillayaptimi? Qimillayapti. Sezmaysiz, ichida qilyapti. Duoyingizdan o'rgilay. Nuqul noshukurchilik qilasiz. Necha yillik shogirdingizmiz? 40 yildan o'tdi. Ana tunov kuni choyxonada xafa bizdan. Nimaga? Eko xabar olmaydi debsiz. Tug'ilgan kunimga ham ishtimay kelmadi debsiz. Nima uni deysiz? Bu orqangizdan olib borganlarimiz hisobbasmi? Novot ko'tarib ketdi yarim kilo. Nima qilaman bu novotni desam, ertalabdan usta choy qilib ichib turasiz, pamir choyda. Nimaga menga novot olib qoldingiz? Keyin tagiga yetsam, yoshligida yeganini qaytaryapti ekan. Mansirali ham tam beradi sizga. Bo'lmasa. Necha yillik shogirdingizmi? 40 yil dedimi? 40 yil bo'lsa otangizga rahmat. 40 yilgacha nima desangiz xo'p deganman-a? Albatta. Gapingizni qaytarmaganman-a? Yo'q, qaytarmaysiz. Bola ko'pchilikni oldida rostini ayting. Biror marta ikkita qilganmanmi? Shatta ikkita qilmang. Nimaga? Hamma o'tirganlar meni qadrdonlarim o'tiribdi. Otangizga rahmat. Shatta ikkita qilsang indamayman-ku, qo'qonga borganda qilganimni qilaman. Men xijolat olib turdim, Mansirjon. Nimaga? Bu Qo'qonga borganda nima qilar ekan desam, bir ikkita o'smirim bolalar tarafimda oldi. Nima dedi? Qo'may boravering, amaki. 82 ga kirgan odam nima qilardi? Siz qo'may boravering, u bolalarga urdiradi deydi. Ularcha ikkalangdan xafa bo'ldim. Nimaga? 80 yoshim bo'ldi. Ana. Respublika miqyosida qilib berishdi-yu, shogirdim bo'lib turib, bitta ro'molchani ham tengi qilmadlaring. Agar yelkamda bitta choponni tashab, ko'pchilikning ichida, "Moragusin usta" deganingda, o'zimdan qaytmasan, ukalarim o'tiribdi, ikkitasiga aytsam, ikkovini ham to'nini qaytarardi. Mehnat qilgan elda aziz deydi. Chol yomon chol. Usta, mehnat qilgan elda aziz. Mana mehnatingiz samarasi shuncha xalq sizni olqishlayapti. Ana. Iloyim bundan ham martabangiz ulug' bo'lsin, malomat qilmang. Tarbiyangizni olganmiz. Ko'p narsa qildik, lekin malomat qilmang. Bir kun biz ham qaytaramiz. Mana Mag'ilonga kelib qopsiz, Mag'ilonliklar do'ppa bersin. Ana. Mana Qorasuvliklar kastim shim bersin. Ana. Oyog'ingiz necha razmer? Nima dedingiz? To'plingiz necha razmer? 43. Ana, do'ppa Mag'ilondan kastim shim Qorasuvdan, ikkala oyog'ingiz meni bo'ynimga. Yo'q. Ey! Yolg'on gapiryapti. Siz ham bilasizmi yolg'on gapirganni? Kalisham olib bergan joyi yo'q. Shunaqami? Shunaqangi. Endi ko'pchilikning ichida aytishga to'g'ri keladi. Aytavering. Ayting. Shunaqangi.
pensiyamni ham surishtirib qo'ydingiz-a? Ha, pensiyangizni ham surishtirdik, aytmayapsiz-da. Katta pensiya olaman-da. Juda kattami? Ha, mahalla bo'yicha eng kattasi meniki. Avla bo'lsa sizdan xabar olmasak ham bo'lar ekan. Nimaga? Mahalla bo'yicha eng kattasi sizniki bo'ladigan bo'lsa, biznikiga qarab qolibsizmi? O'zingizga yetar ekan. Endi aytaman. Ayting. Bir yil 1 milliondan o'tib ketadi. Otangga rahmat. Ana. Ya, meni nima deyapsan? Yosh nima deganim yo'q. Bir salam surishtirib turib. Yo, 1 million dedingiz bo'ldi. Ha, shu 1 million bilan 10 10 million bo'lganda menga foydasi yo'q. Necha yildan beri ko'rsatasi berganingiz yo'q. Qo'lni tupurgilab sanab yana tagiga bosib yotaveradi. Ey, nechtasan? Yarim kechasi ko'rpani ochib ko'radi, turibdimi ekan? Nechtasan o'zing shogirdlarim? 8 ta. 8 ta? Ikkoving bilan qo'shib 8 tami? Hozir 6 tasi pastda turibdi. Pastami? Haylab turibdi. O'sha 6 tasini hisobga olmaganda ikkalang menigini yotib yesang ham yetaveradi.